Yağmur yağsa keçide, qarang'uni yo'ridan. Kitap o'qisa kunda, nadanlikni yo'q qilar. Kelinlar do'stlar, birga kitob o'qaylik. Assalomu alaykum arkadaşlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun men 5 yashil paqaning hikoyasini o'qib beray. 5 yashil paqa. Bir yashil paqa yog'och ustida yolg'iz o'ltiribdi. Nim degan zerikishlik. Yana bir yashil paqa uni yeniga kelibdi. Endi ular ikki bo'libdi. İki paqa birlikte naqsha aytishga boshlabdi. Kur 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 kur. Yana bir yashil paqa ularning yeniga kelibdi. Endi ular 3 bo'libdi. Bu 3 paqa chivin tutib yotdi. Nima deganingizlik? Yana bir yashil paqa ularning yeniga kelibdi. Endi ular 4 bo'libdi. Bu 4 paqa birlikte sakrashibdi. Sakra, 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 sakra. Yana bir yashil paqa ularning yeniga kelibdi. Endi ular 5 bo'libdi. Bu 5 paqa birlikte shundoq ko'ngillik o'ynabdi. Biz bekmi xushal. Qandaq arkadaşlar? Bu hikoya qiziqarliqmikan? Paqa o'z yolg'iz vaqtida bek zerikib ketdi. Adaşları yığılgan seri uyulları ko'ngillik bo'lib, nayt ko'ngillik, zerikmay, xushal o'tkazibdi. Endi bugun xo'shlashib turaylik. Kerak qitim ko'rishaylik. Alg'aminat. Alg'aminat.